O'zbek estradasida zapretga tushgan va biznesi mafiya tomonidan sindirilgan Anvar Sanayev necha yoshda? Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Anvar Sanayev 1968-yilning 16-noyabrida Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan. Quyida Atirgul, Muhabbat, Chinoshiqlar, Yor-yorlar kabi yuzlab qo'shiqlari hit darajasiga ko'tarilgan xonandaning ijod yo'liga qanday mashaqqatlarni boshdan kechirgani haqida so'z yuritamiz. Anvar Sanayev Abdulla Qodiriy nomidagi Toshkent davlat madaniyat institutida tahsil olgan. Uning musiqa san'atidagi ustozlari amakisi Umarjon Sanayev va taniqli xonanda Muhriddin Xoliqovlar hisoblanadi. San'atkorning televizion debyuti 1998-yilda 7 dan 70 gacha ko'rsatuvda bo'lgan. Ko'rsatuvda xonanda Aqlu hushim oldi muhabbat qo'shig'ini ijro etgan. Oradan 2 yil o'tib, ya'ni 2000-yilning 10-noyabrida xonanda poytaxtdagi Turkiston san'at saroyida Meni tushun azizam deb nomlangan konsert dasturini taqdim etgan. Shundan so'ng Anvar Sanayev samimiy qo'shiqlari noodatiy ovoz tembri bilan tinglovchilar mehrini qozona boshladi. O'qishdan qaytganimdan so'ng uyimdagilar sinfdoshimning singlisiga uylantirmoqchi bo'lishdi. Uchrashib gaplashib ko'rganimdan keyin fe'l-atvori menga ma'qul bo'ldi. U paytda muhabbat degan tushuncha bo'lmagan. Hayotda birgalikda xursandchilik, tashvishli kunlarni ko'rganingdan keyin odam bir-biriga bog'lanib boraverar ekan. 3 nafar farzandimiz bor. Kattasi qiz, qolganlari o'g'il. Qizim aktrisalikka yoshligidan qiziqdi. Aktrisa bo'lib ketsa, ertaga oilasi qanaqa bo'ladi deb o'ylab, bu yo'ldan qaytardik. Lekin farzanding bir sohaga qiziqsa, uni yo'ldan qaytarish qanchalik to'g'ri bo'ladi deb o'yladik yana. Shundan keyin otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuviga Mirabbos akaning yoniga borib, qizimga rol berishini so'raganman. Otalar so'zida 5 tacha rol o'ynaganidan keyin kinoga taklif bo'lib qoldi. Shu tariqa 3 tacha kinoda ham suratga tushdi. Keyin esa turmushga chiqib ketdi. Hozirda nevaralarimning tarbiyasi bilan mashg'ul. Katta o'g'lim Amerikada tennis yo'nalishi bo'yicha tahsil oladi. U kollejlar o'rtasida o'tkazilgan musobaqalarda 3 marta birinchilikni qo'lga kiritdi. AQShda shartnoma puli juda qimmat, qiynalib o'qitdik. Kichkina o'g'lim ham akasining yo'lidan borib, kompyuter texnologiyasi bo'yicha Amerikada tahsil olishga jo'nab ketdi. Xonandaning qizi Asal Sanayeva tango yoxud adashgan sovchilar, Kechir farzandim kabi filmlarda suratga tushgan. Anvar Sanayev o'zbek shou-biznesidagi eng ko'p zapretga tushgan xonanda. Birinchisi amaldorning to'yi bilan bog'liq. Davlat rahbarlaridan bittasini to'yiga aytishdi. Buxoroga borib o'sha to'yni o'tkazib kelasan deyishdi. Mayli, harakat qilamiz dedim. Bu uchun senga hech qanaqa pul to'lanmaydi. O'zing borib o'tkazib, o'zing qaytib kelasan deyishdi. Qanaqasiga? Men yonimdagi bolalarga ham o'zim pul to'larkanman desam, ha, shunday qilasan deyishdi. Bir katta odam shu gapni aytdi. Hozir u kishining nomini aytsam, xafa bo'lib qolishlari mumkin. Ularda ham oila, bola-chaqa bor. Shuning uchun nomini aytmaganim ma'qul. Hech bo'lmasa, samolyotga bilet qilib berishsin. Biz borib xizmat qilib kelaylik. Mayli, pul berilmasa berilmasin, rahbar ekan dedim. Yo'q, unday qilinmaydi, o'zing borib kelasan deyishdi. To'y kunini 3 oy oldindan aytishgan edi, belgilab qo'ygandim. To'yga yaqin qolganda ertaga to'yga borish kerak deyishdi. Hech bo'lmasa borib kelishga texnika qilib berishsin. O'sha to'yni deb boshqa to'y olmaganman. Shunchalik kerak ekanman, boraman dedim. Hech qanday texnika qilib berilmaydi. Xohlasang 2 ta Jiguli qilib beramiz deb pastga urishdi. Yo'l uzoq, hech bo'lmasa samolyot qilib berishsa boramiz dedim. O'zing bilasan, lekin yaxshi ish bo'lmaydi deyishdi. Mayli, boshqa kelganini ko'ramiz dedim. Ertasi kuni televideniyadan qo'ng'iroq qilib, nima ish qilgan eding? Bizga sen isming bilan zapret degan narsa keldi. Jiddiy odamlar ekan, rahbarlardan, maslahatchilardan ekan, o'ziga hech narsa demanglar deyildi dedi. Shu bilan 5 yil hech qayerga chiqa olmadim. Hammaga og'zaki aytib qo'yilgan. Shu 5 yil ichida hamma nega ko'rinmayapsiz, efirga chiqmayapsiz deb so'rashadi. Tushuntirishga, gapirishga ruxsat yo'q. Hech kimga hech narsa deya olmaysiz. Bir insonga havoni to'xtatib qo'ysa qanday bo'ladi? San'atkorga ham efir shu darajada kerakli vaqtlar edi o'shanda. Internet yo'q, telekanallar sanoqli edi. Birinchi zapretdan qutulib albomlar taqdim qildim. Konsertlar bo'lib o'tdi. Keyin suhbatga chaqirishlar boshlandi. O'zbegim taronasi radiosiga suhbatga bordim.
Zapretga tushishimdan oldin O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bir suhbatida meni maqtadilar. Ularning so'zlaridan keyin muxlislar orasida yana hurmatim oshib ketdi. Ungacha ular bilan shaxsan tanish emasdim. Yulduz Usmonovaga minnatdorlik bildirish uchun konsertlariga katta gul ko'tarib bordim. Yulduz opa, obro'yimni ko'tardingiz. Men uchun bu juda katta gap deganimda ular, men suhbatda to'g'risini aytganman. Haqiqatan ham yaxshi ijod qilyapsiz degandilar. O'zbegim taronasidagi suhbatda qaysi ustoz san'atkorning qo'shiqlarini yoqtirasiz degan savol bo'ldi. Men Yulduz Usmonovani juda ham hurmat qilishimni, ulardek bo'lishni, har bitta qo'shiqni orzu qilishini aytdim. Bu inson O'zbekiston nomini chet ellarda eslatib turadi. Konsertlari tufayli Yulduz Usmonova deyishganda O'zbekiston ham chet elliklarning ko'z oldiga keladi deganman. Suhbatdan chiqishim bilan hali uyga yetib bormasimdan yo'lda telefon bo'lib, senga Zapret keldi. Suhbatda Yulduz Usmonova haqida nima degan eding deyishdi. Shu sabab bo'lib yana 3 yil Zapretda yurdim. O'sha vaqtda Yulduz Usmonova ham Zapretda ekan. Ularni maqtaganim uchun meni ham Zapretga tiqishgan ekan. Yulduz Usmonovani yaxshi xonanda deganim uchun Zapretga tushganimdan keyin bir amallab qutuldim. Go'zalim, Barno deb nomlangan konsert dasturimni 2010-yilda taqdim qildim. Muxlislar juda ham yaxshi kutib olishdi. Konsertdan keyin tayyor turishadimi deymanda. Konserting yaxshi chiqsa darrov Zapretdasan. O'sha vaqtda Ichki ishlar vazirligining ansamblida ishlardim. U yerga chaqirib ishdan bo'shash haqida ariza yozishimni so'rashdi. Sababini so'rasam, xavfsizlik tomonidan Zapretga tushibsiz. Shuning uchun arizani yozib bo'shang. Sizni ishdan bo'shatishim kerak ekan. Bizga shunday buyruq bo'lgan deyishdi. Ariza yozib berdim va ishdan bo'shadim. 2 yilcha vaqt o'tgandan keyin suhbatga chaqirib, nimaga Zapretga tushganingni bilasanmi deyishdi. Bilmasligimni aytdim. Sen diniy oqimga aloqador odamlar bilan rasmga tushgansan deyishdi. Ko'rsam bo'ladimi dedim. Rasmga qarasam to'yda tushganman. Bu to'y-ku, men bu odamni qayerdan bilaman? Birov rasmga tushaman desa yo'q deb turib olmayman-ku. Xalqning xizmatiga borgandan keyin barcha xizmatiga tayyor bo'lib boriladi. Bu odamni rostdan tanimaysanmi deyishdi. Tanimasligimni aytdim. Bo'ldi, sen bir elakdan o'tding, ijodingni davom ettiraver deyishdi. Lekin shu oddiy bir narsa bilan 2 yil ijodimiz to'xtab qoldi. U tashkilot O'zbeknavo rahbarlaridan shu bola haqiqatdan diniy oqimlar bilan bog'langan bo'lishi mumkinmi deb so'raganda, ha, mumkin deb javob berishgan ekan. Xullas, turli xil bo'lar bo'lmas sabablar bilan umumiy hisobda 10 yil Zapretda yurdim. Biz o'shanda ich-ichimizdan yig'laganmiz. Dardingni hech kimga ayta olmaysan. Tanilganingizdan keyin atrofingizdagilar hammasi biznes qilishni maslahat beraveradi. Aka, bunaqa biznes qilaylik, sherik bo'laylik. Zo'r bo'ladi deyishdi. Shunaqa gaplardan keyin o'z sohamga yaqin deb ovoz yozish studiyasi ochdik. Studiyani hamma standartlarga, hamma talablarga javob beradigan uskunalar bilan jihozladik. O'shanda Pantera ovoz yozish studiyasi, Tarona Records va meni studiyam bor edi. Pantera o'sha paytdagi davlat rahbarlariniki edi. Bir kuni menga tepadan qo'ng'iroq bo'ldi, bordim. Ochiqdan ochiq studiyang bizga xalaqit beryapti dedi. Senga 3 kun muhlat, 3 kun ichida studiyangni S harfi ham qolmasin. Bu senga birinchi va oxirgi ogohlantirish deyishdi. Bunday olib qaralsa, ular hujjatli mafiya edi. Men bilan shunday holat bo'lgan. Qarasam, studiyamni saqlab qolishga sharoit yo'q. Hech bo'lmasa 10 kun muhlat berishlarini so'radim. Mayli, tushunding-a dedi oxirgi gapi. Tushuntirdingiz-ku, tushundim dedim. Yo'q, to'xta, sen menga одолжение qilma. Sen bu yerdan xursand bo'lib ketishing kerak. Bo'ldi, boshqa bu bizneslarga aralashmayman deb xursand bo'lib ketsang, o'shanda tushunaman seni deyishdi. Xullas, o'z qo'lim bilan bunyod qilgan studiyamni o'z qo'lim bilan yo'q qildim. Jihozlarim hammasi chet eldan olib kelingan edi deydi xonanda Anvar Sanayev.